Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yangi yil mavzusi haqida silsilaviy darsimizni boshlagan edik. Alloh subhanahu va taolodan yordam so'rab davom etkazamiz. Navbatdagi gaplashmoqchi bo'lgan mavzuyimiz islom dini haq din ekanligi haqida gaplashamiz va yana shu bilan birgalikda kofirlar islom dinini asliga xilof qilganligi haqida ham gaplashib o'tamiz. Xo'p, birinchi navbatda islom dini haq din ekanligi haqida gapiraylik. O'zi aslida bu mavzu haqida gapirib o'tirish ham muhim emas. Nimaga deb aytilsa, islom dini haq din ekanligini hamma biladi. Lekin shu bilan birgalikda bir ikki og'iz gapirib qo'yamiz. Bu yerda kitobni sohibi Shayx Asari keltirganligi uchun keyin keyingi mavzuga o'tib ketaveramiz inshaalloh. Xo'p, Shayx aytayaptilar: "Ey musulmon birodarim, bilingki, islom dini bu butun payg'ambarlarning dini. Payg'ambarlar mana shu haq bo'lgan islom dinini, xolis, chinakam tavhidni olib kelishdi. Zero Alloh taolo Qur'oni Karimda fa'lam annahu la ilaha illalloh deb turib aytgan. Mana Allohdan boshqa haq iloh yo'q ekanligini biling deb turib aytdi. Endi yosh bolaga ham zaruratan o'z-o'zidan ma'lum bo'lgan narsalardanki, Alloh subhanahu va taolo bizga mana shu islom dinini to'liq qilib berdi. Chinakam tavhid risolasini to'liq qilib berdi shu payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni jo'natish bilan birgalikda. Alloh taolo mana Qur'oni Karimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan islom dinini bizga to'liq qilganligini bayon qilib turib, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bugun sizlarga dininglarni komil qildim deb turib aytdi. Dininglarni komil qildim. Asha din nima degani? Din degani o'zi aslida dana yadinu kalimasidan chiqqanda, ya'ni bir inson bir narsaga din qilib turib yashaydi. Ya'ni e'tiqod qilib turib, ya'ni bo'ysunib yashaydi deganida. Ya'ni o'zi aslida insonning qalbi bir narsaga intilib turadi. Insonning ichi bo'shda, ichi g'ovak. Bir narsaga intilib turadi. Inson muhtoj. Ana shu muhtojligini Alloh bilan to'ldirish kerak. Alloh bilan to'ldirmas ekansiz, albatta ontarilasiz. Siz mana shu islom dinini haq din ekanligini bilishingiz kerak. Islom dinini haq din ekanligini tushunishingiz kerak. Keyin Allohga talpinish kerak. Alloh taolo mana shu haq dinni adashtirmasin deb Allohdan so'rashingiz kerak. Qarang, mana bu oyatda al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bugun sizlarga dininglarni komil qildim deyapti. Va atmamtu alaykum ni'mati. Va ne'matimni sizlarga to'liq qildim, mukammal qildim. Demak, bu islom dini ne'mat din ekan bu. Bu bir baxtsizlik yoki bo'lmasa yomonlik dini emas ekan bu. Qatl-om din emas ekan. Terroristlik dini emas ekan bu. Islom dini ne'mat din bu. Alloh taolo buni ne'mat deyapti. Ne'matimni sizlarga to'liq qildim deyapti. U odamlar hozirgi kunda mana saroy mullalar bo'lsin yoki bo'lmasa ana shu kino aktyorlar bo'lsin, ana shular islom dinini qora qilib turib, qatl-om din bu deb turib, shuna qilib ko'rsatib yuradi. Sha odamlarni o'ldirib yuboradi deb turib ko'rsatib yuradi. Sha odamlarni o'ldirib yuborishga islom dini bunaqa huquq bermaydi. Biron bir insonning qoni behudadan behuda ketmaydi. Illo kofir bo'lsa behudadan behuda ketadi. Bo'lmasa behudadan behuda bir insonning qoni to'kilmaydi. Demak, bugun sizlarga dininglarni mana komil qildim deyapti Alloh taolo. Va hamda atmatu alaykum ni'mati, ne'matimni to'liq qilib berdim. Biz shuni bilaylik, bu islom dini ne'mat din. Demak, ne'mat ekan bu. Siz bilan biz agar islomda yashayotgan bo'lsak, ne'matda yashayapmiz. Agar islomda yashamayapmizmi, biz baxtsizlikda yashayapmiz. Mana shu narsani bilavering. Va raditu lakumul islama dina. Va islomni din bo'lishiga rozi bo'ldim deydi Alloh taolo. Islomni din bo'lishiga rozi bo'ldim. Nima degani bu? Islom degani taslim bo'lish. Al-islam huval istislamu lillah, Allohga taslim bo'lish. Shu islomning ko'rsatmalarini amal qilish, shuni din qilib turib yashaysiz. Shu yo'l, demak islom bu meni yo'lim ekan. Shu narsada yashashim kerak ekan. 5 vaqt namoz o'qishim kerak, roza tutishim kerak, qarindoshchilikni bog'lashim kerak, iffatimni, farjimni saqlashim kerak, g'iybat qilmasligim kerak, tuhmat qilmasligim kerak, bo'xton qilmasligim kerak deb mana shunday dinni ko'rsatmalari bilan yashaysiz. Mana shunda siz o'zingizni poklagan bo'lasiz. Agar harom xarij bo'lgan narsalarni qiladigan bo'lsangiz, yo'q, unda o'zingizni bulg'agan bo'lasiz. Demak, siz o'zingizni qaysi holatda ketyapsiz, shu narsaga qarang. Endi bizni asosiy gaplashayotgan mavzuyimiz mana islom dinini Alloh taolo nima qilibdi, bizga din qilib beribdi. Endi siz mana o'zingiz o'ylab ko'ring. Birovda dinini nima qilasiz? O'zingizni diningiz qilib olib. Men din qilmayapman deysiz masalan. Ma qilyapsiz masalan. Qanday qilyapsiz? Kofirlarni shu archa bayramini, shu dinini o'zingizni bayramingiz qilib olyapsiz. Nima bo'ldiki biz odamlarga biron bir mana shu kofirlarni bayramlarini qoldirmasdan qiladi. Nima bo'ldi biz odamlarga? Biron bir shu kofirlarni bayramini qoldirmasdan bayram qilib yuradi. Qayerdan olib qilyapti? Qani dalili, qani hujjati? Bu islom dinidan tamomiy begona. Islom dinidan begona bu narsalar. Islom dinidan begona bo'lgan narsalarni qilmaslik kerak.
Endi bu yoqdagi mana saroy mullalarni ko'radigan bo'lsangiz qilsa bo'laveradi dedi. Albatta islom, ya'ni bu din deb turib qilmasa bo'laveradi. Bunda o'xshatish bo'lib qolmaydi deb turib shunga o'xshagan gaplarni aytib chiqadi. Biz Alloh taoloning so'zini aytyapmiz, ba'zi odamlar chiqib olib saroy mullarining so'zini aytadi. Alloh taolo varaditu lakumul islomni dina, islomni din bo'lishiga rozi bo'ldim deyapti. Shu islomga amal qil degani bu. Islomdan 120, islomda yangi yilni nishonlash, 8-mart, Navro'z, shunga o'xshagan 14-fevral va hokazo ba'zi bir bayramlar yo'qmi? Yo'q bo'lgandan keyin qilma u narsani. Nima qilasan qil. Yangi yillarda mana qilishini ko'rsangiz odamlarimizni yoki tug'ilgan kunni qilishini ko'rsangiz, hali uni tabriklashlari, happy pi qilib tabriklashlarigacha hamma yo'qigacha sham yoqib hamma yo'qigacha qiladi shuni. Ochiq sharmandalik musulmonlarning ustidan bu kofirlar kulyapti. Biz ustimizdan kulyapti shu kofirlar. Shunday holatlarni qilib yuribmiz, na'uzubillah. Demak, haq din bu islom dini ekanligini mana shu oyatdan bilyapmiz. Yana Alloh taolo Al-Imron surasining 19-oyatda inna dina indallohil islom. Allohning huzurida din bu islom dinidir deb aytgan. Demak, Allohning huzuridagi din u qabul bo'lgan din islom dini. Va maqtalafallazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan baynahum. Kitob berilgan kishilar ularga o'zlariga ilm berilgandan keyin o'zaro zo'ravonlik qilib turib ular ixtilof qildi. Kitob berilgan ahli kitoblar, ya'ni ularda ozmoz ilm bor edi. Mana shu odamlar qachon ixtilof chiqardi? Ixtilof chiqarganligini holati bu odamlarni ularga qachonki ilm kelgandan keyin, ya'ni Rasululloh keldi, Rasulullohda ilm bor edi. Alloh taolo tarafidan vahiy bor edi. Ana shu vahiyni olib keldi, keyin ixtilof qildi. Hozir kunda ham mana saroy mullalar aytadi-da, o'zi bir yaxshi tinchgina yashayapti dedi. Palonchi odam chiqib gapiryapti, hamma yo'q buzilyapti. Vatanimizni tinch musaffo osmonimizni Suriyaga aylantirib tashlayapti deb shunga o'xshagan gaplarni gapiradi. Bularda holati qarang, xuddiki shu ahli kitoblarda holatini so'zini dalil qilib keltiradi-da. Shu yahudiylar Rasulullohga ham xuddi shunday so'zini aytgan edi. Bular bir yaxshi ixtilof qilmasdan yashayotdi, Rasululloh keldi, ixtilof bo'ldi. Demak, haq din mana shunday botil yo'llarini parchalab tashlaydi. Saroy mullalarni parchalab tashlaydi mana shu haq din. Mana shu narsalarni mana saroy mullalar yangi yilda qilsa bo'laveradi dedi. Ularga ochiq raddiya mana. Va yana Alloh taolo va man yattag'i g'oral islom dinan falan yuqbala minhu va huwa fil oxirati minal xosirin. Kim islomdan boshqani din deb turib xohlaydigan bo'lsa, undan qabul bo'lmaydi va u oxiratda ziyon ko'ruvchilardan bo'ladi. Va u oxiratda ziyon ko'ruvchilardan bo'ladi. Mana shu oyatning sharhida Ibn Jarir at-Tabari aytadi. Ya'ni kim islomdan boshqa dinni shu din meniki bo'lsin deb turib talab qilib izlab yuradigan bo'lsa, undan qabul bo'lmaydi. Ertaga oxirat kunida Allohning rahmatidan o'ziga yetadigan ulushdan mahrum bo'ladi bu odam degan. Mahrum bo'ladi bu odam degan. Va yana Ibn Jarir at-Tabari mufassir bo'lgan olim aytadiki, butun din ahllari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelgan vaqtda biz musulmonmiz deb turib o'zlarini musulmon ekanligini da'vo qilgan. Shunda bu yuqoridagi oyat nozil bo'lgan. Kim islom dinidan boshqa dinni xohlasa, u oxiratda ziyon ko'ruvchilardan bo'ladi degan oyat nozil bo'lganda, keyin Alloh taolo ularni hajga buyurgan. Ya'ni bular ham biz musulmonmiz deb aytgan vaqtda kofirlar. Alloh taolo ularni hajga buyurdi. Bo'pti, haj qilinglarchi bo'lmasa dedi. Ya'ni biz musulmonmiz degan so'zlaringda rostgo'y bo'lsalaring, qani haj qilinglarchi dedi. Ular nima dedi? Ular bosh tortdi, haj qilmaymiz dedi. Mana shunda Alloh taolo mana yuqoridagi oyat bilan ularning hujjatini sindirdi. Imom Ibn Kasir rahimahulloh aytadi. Inna dina indallohil islom. Din Allohning huzurida islom dinidir degan oyatda, ya'ni Alloh taoloning huzurida shu islom dinidan boshqa din qabul bo'lmaydi. Demak, islom dini u payg'ambarlarga ergashlik. Payg'ambarlarga ergashlik shu payg'ambarlarning dini. Hatto mana shu payg'ambarlarning dini mana Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan yakun topdi degan. Va yana hadisda keladi, qarang. Bir hadis kelgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan. Aytadi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amallar qiyomat kunida keladi, namoz keladi degan. Demak, amallar qiyomat kunida keladi. Demak, amal kelishi, demak, amal bir sharpa misolida bo'ladi-da. Xuddi bir odamga o'xshash yoki shunga o'xshagan bir suratda keladi. Boshqa hadislarda ham kelgan bu. Demak, bir amal inson suratida, u narsa suratida keladi. Amal keladi. Mana namoz keladi degan. Ey Robbim, men namozman dedi. Alloh taolo sen yaxshilikni ustasan dedi. Sadaqa keladi. Ey Robbim, men sadaqaman dedi. Alloh taolo sen yaxshilikni ustasan dedi. Roza keladi. Men rozaman, ey Robbim dedi. Alloh taolo sen yaxshilikni ustasan dedi. Demak, amallarda har bittasi xuddi shunday keladi degan Rasululloh. Alloh taolo har qanday yaxshi amalga
sen yaxshilikni ustasan deydi. Keyin islom keladi. Ey Robbim, sen salomsan deydi. Ey Robbim, sen salomsan, ya'ni Allohning salom ismi bor. Assalomu Allohning ismi mana. Alloh taolo assalom bo'lgan ismi bilan butun nuqsonlardan salomat degani. Ya'ni islom dini kelib turib, ey Alloh, sen assalom bo'lgan zotsan. Men bo'lsa islomman dedi. Ya'ni islom diniman dedi. Alloh azza va jalla sen yaxshilikdasan dedi. Sen sababli bugun men ba'zi odamlarni azobga giriftor qilsam, va yana sen sababli ba'zi odamlarga jannatimni beraman deb turib aytgan. Qani mana shu, mana rivoyat, mana bu islom dini ushagan odam yutadi. Ushamasa yutmaydi. Mana bu Alloh taoloni mana shu hadisda mazmuni, mana Allohning so'zini ma'nosida bor. Yuqorida o'qidik-ku. Va man yabtag'i g'ayral islami dinan falan yuqbala minhu va huwa fil oxirati minal xosirin. Kim islom dinidan boshqa dinni xohlasa, undan qabul bo'lmaydi. U oxiratda ziyon ko'ruvchilardan bo'ladi. Yana birodarlarimizga eslatib aytamiz. Yangi yil bu bayram emas. Musulmonlarning bayrami emas. Saroy mullalarga ham eslatib o'tamiz. Saroy mullalar yangi yil diniy bayram emas degan gapini yig'ishtirsin. Yangi yil diniy bayram emas degan gapini yig'ishtirsin. Diniy bayram bo'ladimi, diniy bayram bo'lmaydimi, uni nasoralar baribir diniy bayram deb qiladi. Sen diniy bayram deb aytasanmi, aytmaysanmi? Nasoralar baribir diniy bayram deb turib aytadi. Lekin bizga kerak bo'lgan narsa bu bayram kofirlarning bayrami, musulmonlarning bayrami emas. Demak, shunday ekan, musulmon kishi bu bayramni qilmaslik kerak. Ularga o'zini o'xshatmaslik kerak. Ularga o'zini o'xshatgan bo'lib qoladi. Qasd qilmasa ham ularga o'zini o'xshatishni qasd qilmasa ham ularga o'zini o'xshatgan bo'ladi. Shuning uchun ham ya'ni mana shunaqa bayramlarni qilmaslik kerak. Biz mana shu mavzuni tushundik. Ya'ni o'zi aslida bu islom dini o'zi haq din. Bu haqida ko'plab gapirib o'tirish kerak emas. Endi yana bir qancha mavzuni gapirgan, qolgan mavzularni tashab ketamiz. Keyingi mavzuga o'tamiz. Keyingi mavzu muxolafatul kuffari aslun min usuliddin. Kofirlarga xilof qilishlik o'zi dinning asli hisoblanadi. E'tibor bering, kofirlarga xilof qilishlik dinning asli hisoblanadi. Ey musulmon birodarim, Alloh subhanahu va taolo o'zi menga ham sizga ham o'zi shu haq yo'lni bildirsin. Bilingki, ahli kitob bo'lgan kofirlar bo'lsin, mushriklar bo'lsin, kim bo'lishdan qat'iy nazar mana shunday kofirlarga xilof bo'lib yurishlik, ya'ni ularga inson o'zini o'xshatmasligi, ularga xilof bo'lishi din asllaridan katta bir asl bu. Shariat bizni shu narsaga buyurdi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnati. Sahobalarni, tobiinlarni, ularga ergashgan katta-katta aimmalarni yo'li mana shu. Alloh taolo mana Qur'oni Karimda nima dedi? Va anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu va la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamni aytishga buyurdi. Ayting ey Muhammad alayhisalom, mana bu meni to'g'ri bo'lgan holatdagi yo'limdir deb turib ayting. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zi aslida Allohning mana shu oyatini bizga hadis orqali tushuntirib bergan. Yerga shunday bir chiziq chizganda, atrofida ba'zi bir chiziqlarni chizgan. Mana shu o'rtadagi yo'l meni yo'lim degan. Anna hada sirati mustaqima. Mana shu oyatni tushuntirgan. Mana shu meni to'g'ri bo'lgan holatdagi yo'lim. Mana bular bo'lsa, bular yo'llar. Fala tattabi'u subula. Bu yo'llarga ergashmanglar. Fatafarraqu bikum an sabil. Ergashib boradigan bo'lsalaring, sizlarni Allohning to'g'ri yo'lidan adashtirib tashlaydi. Demak, kofirlarning yo'liga ergashmang. Kofirlarning yo'li nihoyatda ko'p. Kofirlarning yo'li. Bid'atchilarning yo'li ham insonni dindan chiqarib tashlaydigan bid'atlar nihoyatda ko'p. Ularning yo'liga ergashmang. Allohning to'g'ri yo'lidan sizni adashtirib tashlaydi. Mana bu narsani Alloh sizlarga buyuradi ey musulmonlar. Qani endi sizlar taqvo qiladigan bo'lsalaring. Taqvo qilib turib, mana shu Alloh taoloning qil deganini qilib, qilma deganini qilmay qo'yadigan bo'lsalaring. Qani endi Alloh taoloning diniga qaytadigan bo'lsalaring. Mana shu vaqt keldi. Qaytinglar endi bunaqa yangi yil degan mavzular, bular qolsin endi. O oldingi odamlar bo'ldi. Qilib biror bir narsa bo'lgan yo'q, ko'kargan yo'q. Puli ko'payib qolgan yo'q yoki boshqa narsa bo'lgan yo'q. Yig'ishtiringlar bu narsalarni. Farzandlarga mana shunday qilib tarbiya beringlar. Farzandlarga kofirlarni yaxshi ko'rsatib tarbiya berishni o'rniga haqiqiy mujohid qilib, qiz farzandlaringiz ham haqiqiy qiz bola ekanligini unga his qildirib, katta qildirish vaqti keldi. Har tarafda oyatlar, hadislar sharhlanyapti. E'tibor beradigan vaqtimiz keldi endi. Mana bu qo'limizda mana qancha telefonlar turibdi. Hujjatlar qoyim bo'lyapti, kelyapti, darslar chiqyapti, tinmay ustozlar gapiryapti. Haq islom dini jaranglanib,
atrofga yoyilyapti. Mana shu kofirlarning o'zini chiqargan mana shu texnikasi o'zlarini boshiga mana balo bo'lyapti. Islom dini faqat endi islom dini oldiga siljayapti mana. Islom dini oldiga siljayapti. Alhamdulillah, talab ilmlar yetishib chiqyapti. Ozmoz yana yordam kerak. Ozmoz yana yordam kerakki, talab ilmlar yana ham yetilib, yana ham haq dinni yoyishlik uchun. Alloh taolo yana aytadi: "Ittabi'u ma unzila ilaykum min robbikum va la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ey mu'minlar, sizlar o'zlaringga Robbingiz tarafidan nozil qilingan haq dinga ergashinglar. Robbingiz tarafidan sizlarga nozil qilingan haq dinga ergashinglar. Va la tattabi'u min dunihi awliya. Undan boshqa, ya'ni shu dindan boshqa har xil avliyolarga, har xil odamlarni do'st qilib olmanglar. Unaqa do'stlarga ergashmanglar. Sizlar buncha ham oz pan nasihat olyapsizlar deydi Alloh taolo. Alloh taolo bizga buncha ham oz pan nasihat olyapsizlar deyapti. Alloh bizga achinayotgandek. Buncha pan nasihat olyapsizlar, buncha dindan yuz o'girib dinga amal qilmayapsizlar. Qarang, mana shu holatga kelib qolmadingmi? Va yana Alloh taolo aytadi: "Va anikum baynahum bima anzalalloh va la tattabi ahwahum wahzarhum ayaftinuka an ba'di ma anzalalloh ilayk." Ularning o'rtasida Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qiling. Ya'ni shu din bilan hukm qiling. Qarang, mana din bilan hukm qilishimiz kerak. Ularda havoy nafsga ergashmang. Demak, kofirlarni dini u quruq havoy nafsdan iborat xolos. Din emas u. Chunki Alloh taolo oyatda "Va la tattabi ahwahum" deyapti. Ularda havoy nafsga ergashmang. Endi bu yangi yil ularda kofirlarda havoy nafs xolos. Bu bayram emas bu. Nima keragi bor sizga bayram qilib? Qiziqda hayron qoladi odam. Nima keragi bor? 8-martda nima keragi bor? Navro'zda nima keragi bor? Qiziq, odam hayron qoladi. Vahzarhum, ey Rasululloh deb Alloh taolo buyuryapti. Vahzarhum deyapti, ya'ni Alloh taolo. Ulardan qo'rqing, ehtiyot bo'ling ey Rasululloh. Ulardan ehtiyot bo'ling. Sizni Alloh sizga nozil qilgan ayrim narsalardan yuz o'girtirib yormasin. Qo'rqing, ulardan ehtiyot bo'ling mana shu jihatlarga. Fa in tavallav fa'lam annama yuridullohu yusibahum bi ba'dhi dhunubihim. Agar ular yuz o'girib ketadigan bo'lsa, bilingki, Alloh subhanahu va taolo ularga ba'zi gunohlari sababli musibat berishni xohlaydi. Shu odamlarning gunohlari sababli Alloh ularga o'ziga musibat, boshiga musibat yog'dirishni xohlaydi. Va inna kaseeran minan nasi lafasiqun. Ko'p insonlar dinga amal qilmaydi. Ko'p insonlar Alloh taoloning buyrug'iga amal qilmaydi. Demak, mana bu oyatlarni biladigan bo'lsak, mana kofirlarga xilof qilishga Alloh taolo buyurmayaptimi bizni? Yana qarang mana. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xoliful mushrikina ahfu shawariba va aful liha. Mushriklarga xilof chiqinglar va mo'ylolarni olib tashinglar, soqolni to'liq qilib qo'yinglar. Demak, mana bu narsadan nima kelib chiqadi? Mana mushriklarga xilof qilinglar, mushriklarga xilof yo'lni tutinglar. Har bitta narsada, yangi yilda, xossatan yangi yil bayramida. Yangi yil bayram bo'lsin yoki undan tashqari boshqa bir bayramlar, nima keragi bor bu bayramlarni musulmon kishiga? Nima keragi bor shu bayramlarni? Mo'ylovni olib tashlang deyapti mana. Mo'ylov qo'ymang. Va soqollarni to'liq qilib qo'yinglar. Soqollarni to'liq qilib qo'yishga buyuryapti mana. Demak, soqolni o'zi to'liq qilib qo'yishlik bu erkaklikning ishi. Hozirgi kunda saroy mullalar aytayapti, "Ey, bu soqolda u Abu Jahlda ham bo'lgan" deydi. Nauzubillah. Sen Abu Jahlda bo'lgan deb turib, Abu Jahlda bo'lganligini peshta qilma. Rasulullohning so'zini peshta qilib gapir. Rasululloh soqol qo'yinglar deb turib aytgan. Kim qo'ygan bo'lsa qo'ysin. Biz islom dinida bo'lganligi uchun qo'yamiz deb turib ayt. Mana bu hadisda mana wa'uful liha, soqolni to'liq qilib qo'yinglar deyapti. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Yana boshqa hadisda keladi. Juzu shavariba va arxul liha xoliful majus. Mo'ylularni olib tashinglar. Soqolni to'liq qilib qo'yinglar va majusiylarga xilof qilinglar. Demak, majusiylarga xilof qilishga buyuryapti. Endi bu ahli kitoblardan tamomiy boshqa toifa bu, boshqa bir kofirlar. Mana shunday kofirlarga xilof qilishga shariat bizni buyuryapti. Va yana boshqa hadisda Alloh Rasuli aytadi: "G'oyiru shayba va la tashabbahu bil yahud." Shaybni o'zgartiringlar. Shayb degani oqlik holat. Masalan, bir kishini soch soqoli oppoq bo'lsa, mana shu narsani o'zgartiringlar. Ya'ni masalan, u boshqa bir rangga bo'yasa bo'ladi. Masalan, jigar rang, qora rangga bo'yashdan Rasululloh qaytargan ba'zi hadislarda ulamolar bunda makruh degan, mujohidga joiz qo'ysa bo'ladi. Bu masala haqida o'zi ixtiloflar ham bor. O'zini o'rnida gapiramiz. Mana bu hadisda g'oyibu shayb, ya'ni oq soch, oq soqol bo'lsa, shuni o'zgartiringlar deyilgan. Lekin yahudiylarga o'xshamanglar deb aytilgan. Yahudiylarga o'xshashdan qaytaryapti mana shu joyda ham. Yahudiylar ular ana shu soch soqollarini oppoq qilib yoki shunga o'xshagan holatlarda yurganda, shularga o'xshashdan bizni qaytaryapti. Xo'p, keyin yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan, Yahud va nasoralar la tasbugh bo'yamaydi. Ularga xilof qilinglar degan. Demak, bo'yab turish kerak ba'zi vaqtda.
Bo'yab turish kerak bo'ladi. Va yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi. Yahudlar va nasorolar ular bo'yamaydi. Fa xolifu alayhim. Sizlar ularga xilof qilinglar. Fasbu bo'yaylar deb turib aytgan. Bo'yaylar deb turib aytgan mana. Xo'p, endi mana oyat hadislarni aytib chiqdik. Bu yerda yana kitobning sohibi Shayx Asari bir qancha ulamolarning so'zini keltirgan. Endi ulamolarning so'zini birma-bir inshaalloh o'qib chiqamiz, Alloh taolo qodir qilgancha. Endi bu yerda mana boshida Ibn Hajar rahimahulloh so'zini bergan. Bu kishining so'zini o'qib o'tirmayman, asosiy ma'nosini aytib beraman. Xo'p, Ibn Hajar rahimahulloh aytayaptilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi islomda avvalida ahli kitoblarga, ya'ni yahudiylarga muvofiq bo'lishni yaxshi ko'rardi, xohlardi. Nima uchun? Chunki Rasululloh ularga kitob nozil bo'lganligini bilardi. Kitob nozil bo'lganligini bilardi. Ularda mana Tavrot bor edi, bilardi Rasululloh. Rasulullohga xabar yetgan edi. Ularda ham payg'ambarlik chiqqanini bilgan edi. Endi mana shu yahudiylar musulmon bo'lsa kerak deb Rasululloh o'ylab yurardi-da. Shuning uchun ham ularga muvofiq bo'lardi Rasululloh. Shu holatni yaxshi ko'rardi, islomda avvalida bo'lgan holatlar. Keyin islomda avvalda bo'lgan holatlarda shu narsalar ro'y bergach, atrofdagi mana islom qancha quvvatlangan sari atrofdagi kofir bo'lgan arablar musulmon bo'ldi. Lekin yahudiylar o'zini dinida qolaverdi. Nasorolar ham o'zini dinida qolaverdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bular baribir musulmon bo'lmas ekan deb, shunda ularga mana xilof qilishlikka Rasululloh azmu qaror qilgan. Ularga xilof qilishlikka azmu qaror qilib, shuning uchun aksar hadislarda, mana yuqorida o'qigan hadislarimizda ham al-yahudu va nasoro la tasbughu fa khalifuhum. Yahud nasorolar ular soch soqolni bo'yamaydi, ularga xilof qilinglar. Yahud nasorolar ular bo'yamaydi, ularga xilof qilinglar, sizlar bo'yaylar deb turib aytdi. Ibn Hajar rahimahulloh shuni tushuntirmoqchi-da. Yahud nasorolar iloji boricha ularda kitob bor edi, shuning uchun Rasululloh ularga muvofiq bo'lishga harakat qilardi. Endi bu kofirlarda bo'lsa hech voqea yo'q edi. Shuning uchun ham ahli kitoblarga muvofiq bo'ldi, lekin ularda baribir kufrida mahkam bo'lib turganligini ko'rgach, bo'ldi ulardan tamomiy yuz o'girdi. Zero o'zi Alloh taolo ham va'rid anil jahilin, johillardan yuz o'giring dedi. Shu johillarning eng kattasidan yahud nasorolar bo'ldi mana. Demak, kofirlardan yuz o'girish kerak. Mana shu kofirlardan yuz o'girishga keladiki, ularda bayramini nishonlamaslik. Ularni bayramini nishonlamaslik. Xo'p, yana undan tashqari bu yerda bir qancha ulamolarning so'zlarini bergan. Inshaalloh kelasi safar shu ulamolarning so'zlaridan o'qib ketamiz. Mana Ibn Taymiy rahimahullohning so'zlaridan o'qib ketamiz. Vallohu alam, hozir mana shu joyga cheklanamiz. Subhanakallohumma bihamdik, la ilaha illa anta astagfiruka va atubu ilayk.